O'sha vokzalda ko'rishib qoldim. Chegarada ishlaydigan bolalar bilan hazillashib gaplashganimizda snayperchi bolalar bor ekan. Aytib berdim-ku, qoraga bekinsak ishoning topolmaysiz javob deyapti. Xursand bo'ldim. Snayperchini ko'rinmasga, qumda qum, shag'alda shag'al, ko'katda ko'kat bo'lib ko'rinadi, to'g'rimi? Bir ikkita bola aytib berdi, tog'da isiriqni ko'rib xursand bo'lib, isiriq uzib to'plab eng tushib ketyapsiz deydi. Ishonsangiz deydi, yonimdan bitta narsa ko'tarildi-yu deydi. Jonim tushib ketadi deydi. O chegararoq joyga borib qolishgan ekan. O bittasi bor ekan aytdi, qani, o'sha yerda isiriq yulganman deydi. Xursand bo'ldim. Mana o'sha bola o'g'lon, bizning o'g'lonimiz. Mana bas, O'zbekistonning o'g'loni. Kimidir bolasi. O'sha yerda 12 soatlab qimirlamaydi. Qimirlash mumkin emas-da. Shularni duo qilmay kimni duo qilamiz biz? To'g'rimi?